Bugun bilasizlarmi, ko'chadagi insonlardan siz domlangizni yaxshi ko'rasizmi deb savol tutamiz. Qani hozir mana o ana qizlarimiz kelyapti, hozir so'raymiz. Hozir. Salom qizlar. Yaxshimisizlar? Ozgina sizlarni bezsa qilaman. 5 minutga xolos. Bilasizlarmi, shu paytgacha bilaman, ota-onangizga, yaqinlaringizga yaxshi ko'raman, yoqtiraman deb aytgansiz, ha? Ha, aytganmiz. Qayerda o'qiysizlar hozir? Texnikumda. Texnikumda o'qiysizlar. Shu paytgacha ustozingizga sizni yaxshi ko'ramiz, sizni hurmat qilamiz, sizni yoqtiramiz deb aytganmisiz? Yo'q, aytmaganmiz. Mana sizlarga imkoniyat, mana hozir telefon qilib ayting. Ustozingizga telefon qiling. San qila qol. Qanaqa bo'lar ekan? Zo'r bo'ladi, qanday bo'ladi? Telefon qiling. Mayli. Ustoz jonim deb sahrang qilib qo'yibdilar. Alo. Alo. Labay. Assalomu alaykum ustoz. Valaykum assalom. Shahnozaxon sizmi? Ha, menman. Labay. Ustoz, sizga ko'p vaqtdan beri bir gap aytmoqchi edim, lekin xijolat bo'lib yurgandim. Yo, aytavering, nima gap? Tekshirmi? Ustoz, men sizni yaxshi ko'raman. Shahnozaxon, bilasizmi? To'g'risini aytsam, men ham sizga bir gap ayta olmay yurardim. Mana o'zingiz shu mavzuda gap ochib qoldingiz. Men ham sizni yaxshi ko'raman, Shahnozaxon. Ha, ularga ishoning, tuyg'ularim samimiy. Kerak bo'lsa, sizni oilam bo'lajag'imdan ajrashishga. Voy ustoz! Voy Shahnozaxon. o'lmasa shart. Ko'rsatuvda ajoyib burilish azizlar. Safar